Hurmatli kuzatuvchilar, kredit to'lash imkoniyati yo'qolganda qilinadigan eng katta xatoyimiz bu bank qo'ng'iroqlaridan yashirinish yoki qochishdir. Muammolardan yashirinish orqali muammo faqatgina yiriklashadi xolos. Davlatimiz tomonidan 2026-yilning 23-yanvar kuni kuchga kirgan qoidaga ko'ra, endilikda kredit ta'tili olish huquqingiz bordir. Bu nima degani? Ya'ni siz bankdan, bank qo'ng'iroqlaridan yashirinmagan holatda bankka murojaat qilib, olingan kreditlaringizni qonuniy muzlatishingiz mumkindir. Bu qanday holatlarda amalga oshiriladi? Ya'ni siz ishingizni yo'qotganingizda, daromadingiz yo'qolganda yoki qiyin ahvolga tushib qolganingizda 6 oy muddatgacha siz kredit ta'tili olish huquqingiz bordir. Homilador ayollar, tug'ruq ta'tilda bo'lgan ayollar uchun 10 oy muddat kredit ta'tili olish huquqi bordir. Kredit ta'tili olgan vaqtingiz mobaynida eng qiziqarlisi shundan iboratki, sizning kreditingizga nisbatan penya yoki jarimalar qo'llanilmaydi.